O'sha mashhur 9 million so'mlik yotoqxona komplektimizni boshqacha rangida chiqqan. Taylar nasosli, yonboshlari mexga qilib ishlangan. Pult o'chib yonadi. Mana taylarigacha. Yumalar mana stolchiklari ham bonus hisobida kiradi bu ham. 9 million so'm vodiy bo'ladi, dastlabki uстановkasi ichida qilib beramiz. Voha tomonlariga 500 ming so'm qo'shilib qoladi dastlabkamizga. Laminatlari ham yaxshisidan ishlatilgan. Ichlarigacha PVC kronka bo'lgan. Asosiy ishlaydigan joylari mana oyna bilan ishlatilgan. Artib ishlatsa bo'laveradi. Trimo yonboshlari ham alohida bitta shkaf vazifasini bajaraveradi. Ko'rishinglar mumkin. Mana 9 million so'mga bunda ortiq mebel bo'lmasa kerak deb o'ylayman endi. 4 ta tortma. Beton o'rtasida 5 ta tortma bor Trimoning. 9 million so'm vodiy bo'ladi, dastlabki uстановkasi ichida. Videoda nomlar aloqa qilib ko'rasizlar.